Burnumning uzunligi jinimning ro'yiti deb bir kunda 72 qatim juplashib, o'zini dunyodagi eng qobiliyatli deb qaraydigan Bosun vulqonining 4-nevrisining ismi bo'lsa, Chayziburun maymuni. Chayziburun maymunim dunyosida mundaq bir klassik gap bor. U bo'lsa-mu burnum qancha uzun bo'lsa, muhabbatim shuncha sap bo'ladi. Shunga nurg'un kishi maymunlar uzun burunliq erkak maymunlarni talishib, hatto choshlashib ketadi. Dal mush sababdan bugungi bu bosh personaj vulqonsin naq 7 xotin olgan. Hamda nurg'un bolalikmi bo'lgan. Hamda uning turmushi aralashmay bu do'stakning tarjimonini bir ko'rib boqayli. Uning burnidan boshqa yana qanday aloyiliklari bor? Yurak berib meni qetavelib davomini anglang. Uzun burun maymun Sharqiy Janubiy Osiyo Kalimantan orolidagi alohida hayvon. U maymun kenja oilasidagi teni eng cho'ng tur bo'lib, yetilgan erkak maymunning tenining uzunligi 73 cm dan 76 cm gacha. Quyruqining uzunligi 66 cm dan 67 cm gacha. Yetilgan erkakning og'irligi 24 kg atrofida keladi. Uzun burun maymunning dumba va tajiriki tuklari qizg'ish seriq rangda. Mo'ra buyun mang'iz qismidagi tuklari sus qizg'ish seriq rangda bo'ladi. Uzun burunliq maymunning eng ro'shan aloyligi dal uning xortumi. Erkakning burni yoshining cho'ng'ishiga erishib tadrijiy cho'ng'ib eng oxirida uzunligi 8 cm ga yetadi. Burnining shakli dal shu chayziga o'xshaydi. Chisining burni bir qadar kichik, sal ustiga ko'tarilib turadi. Uningdan boshqa quramiga yetgan erkak uzun burunliq maymunning qo'rsqi ko'pib yo'g'on holatda turadi. Buning sababi shuki, ularning oshqozoni nihoyat cho'ng. Shunga har qatim bir narsani oshqog'anda ko'p yeyoladi. Uzun burun maymun kunduzi harakat qiladigan hayvon. Har kuni saharda ular o'rmonlikdagi daraxt shoxlarida oftobga qoqlanadi. Ondan suv bo'yiga yaqin joylarda harakat qiladi. Uzun burun maymun asosli yumron yo'pirmoq bilan oziqlanadi. Ba'zida gul, meva, urug'larni yeydi. Andisanda umurtqisiz hayvonlarni, masalan, qurut va lechinkalarni yeydi. Ishqilib bu do'stakning turmushi o'g'illarning orzusining kichikligining kartinasi hisoblanadi.